28 ga kirib birinchi marta erim stoqqa dam olishga chiqishim dugonlarim bilan albatta. Xabaringlar bo'lsa kerak, ajrash fikridan erim bilan qaytdim. Chunki kelishib oldik. Men boraman degan joylarga ular ruxsat beradi. Ular borish kerak bo'lgan joyga baribir bora olmaydilar. Sababi sen o'ynab kelsang men borganda bo'laman deb qo'ymaydilar. To'g'ri-da, och qornim, tinch qulog'im. Qancha ayolga erkaklik tegsa, shuncha ayollar bilan yashash osonlashadi. Muqaddasda har doim uydan chiqish qiyin, chunki qo'lida bola bor. Yetmaganga 3 tasi tayyor. Amallab mashinaga chiqib oldik. Yo'lga toqqa bozorlik qilish uchun korzinkaga tushdik. Bozorlik qilib turib, to'xta videoda takoy bu bozorligimiz ko'rinsin dedimda, bir paket nonni korzinkam ustiga bosdim. O'zingiz bolalaringizchi qanday ishlar mumkin? Atay toqqa borishimni bilib, qaynonamga berib bordim. To'xta, bu gapimni eshitib turgan xitrinli gapchilarim bu videomni ko'rib aytmaydimi qaynonamga yugurib bor. Buncha bozorlikda ko'rgan qaynonam bir kunlik tog' uchunmi dedi. 3 kun uxlatmasligi ku bu aniq. O'g'lim ro'zg'orga deb uyiga tashlab, kelinimni olib ko'chaga tashib qaytsa. Deyishi ham bir aniq faktda deb turdim ham. O'ylanib tursam, qarasam bozorlikning oxiri yo'q. Muqaddasda to'xtash niyati yo'q. Dedimda kassani oldiga kelib qarasam ishlamkanlar ketib, to'xta Muqaddas, o'zim narsada men qarzim bor, senda krediting bor desam, menda kredit yo'q deydi. Unda bu baxtni bir o'zing yashab ko'tara olmaysan. Shuning uchun ham bugun chekda o'zing to'laysan deb sekin qulog'iga bu bir kontent uchun deb bahonada video uchun to'latib oldim.